Bana kuzatuvchim, assalomu alaykum. Salomatmisiz? Dunyo tashlarmi, charchab qolmayapsizmi degan savol bilan sizga murojaat qilaman-da. Charchab qolmang. Bu o'tkinchi dunyo. Bu dunyoga hech nimani orqalab ortib ketmaymiz. O'ylamang, tashlamang. Hozirgi vaqtingizga, hozirgi soniyangizga, hozirgi nafas olayotganingiz uchun, olayotganligingiz uchun Allohga shukr qiling. Chunki men syomkani kadrda bir marta olaman xolos, dubl 1, dubl 2 qilmayman-da. Bir marta olyapman xolos, chunki hali bir martangiz qiziq bo'ladi-da. Qanaqa gap gapirsam ham hozir aytmoqchi bo'lgan gapim qarang. Mana bu nimaga yong'og'imizga deng. Alloh bergan mana yong'oq Odina opamning onalarini ko'chatini bergan deb aytdim-ku, shu yong'oqqa mana hozir maynalar kelib qo'nib, ana chumchuqlar uchib ketishdi deng. Endi maynalar kelib qo'nishib, o'zlaricha chug'ur qilishib, mana qushlardan keyin, voy chumchuqlardan keyin bizga nima qopti ekan deb o'zaro gaplashib, ular bugun to'yda o'tkazdirdi, bugungi rizqlarini yeb, endi bizga nima qoldi ekan deb o'zaro gaplashyapti. Men bularning gaplarini bo'ldim shekilli, to'xtab qolishdi. Gaplaringni davom ettiringlar, o'rtoq maynalar. Bular maynalar keldi hozir. Maynalar deb otini aytmasam turib gapimni anaqa bo'lganini qarang endi. Buni so'zimda yozib olmayapman, sizlarga gapiradigan gapimni yozib olmayapman. Yozib olgan vaqtim ham yo'q, to'g'risini aytsam sizlarga. Mana hozir maynalar managa sim yog'ochlariga anaqa qilishyapti. Simlarga, elektr simlarga mana bir-birlari bilan gaplashib turib, achum-achum ham qilib qo'yishyapti mana. Hozir borlarga shukr maynalar gaplashib o'tirishuvdi mana. Mana tabiatni birini eshiting deb ozgina qo'yibman sizga. Ular ham hozir shu yong'oqqa kelib, buni yong'oqni mevalarini hakkalab olib ketishyapti. Bitta qilib tepasiga olib ketishyapti. Mana uchlarida bor. Bu maynalar bo'lsa pastdagi mana bu qo'shnini uzumini toki bor, uzumlaridan, qolgan uzumlardan mana shu yerdagi hozirgi qolgan anorlardan yeyishyapti mana. Anormi uni ko'rinib turibdi mana. Qushlar mana qo'nyapti bunga mana. Chumchuqlar qo'nishi mana. Qo'shni bo'lib, inoq bo'lib, boshqa anaqa jins bo'lishsa ham nimalari, qush jinsiku, ismlari, nomlari boshqa qushlar turiga kirsa ham demoqchiman, urushmasdan mana yong'oqlarim ko'ryapti. Urushmasdan bular mana qo'shni bo'lib yashashyapti mana. Ularning rizqini ham Xudo beryapti demoqchiman. Qushlar rizqini bergan Alloh bizni ham, hammamizni ham rizqimizni beradi. Faqat biz so'rashimiz kerak. Allohim bergan ne'matlaringga shukr. Bir tomchi suvingni ham biz halol qilib qaytara olmaymiz. O'zing gunohlarimizni kechirgin, bizni halol qiluvchi suv, tanamizni qondiruvchi suv bergan ne'matingga shukr.